Hürmetli görürmenler, biz ötkenki qatımkı dersimizde yarım aş ve şorpı gürüş hakkında to'xtalib o'tmoqchi edik. Şorpı gürüşke kelgan vaqtida vaqt ve sharoit yetmay qoldi. Yarma buğday yoki qo'noqniki yarmi shakldagi e, ve so'ng piyoz, qalampir, achchiq suv yumğaq qatarlıqlarning rol o'ynashdagi esil madaniy qadimiy tamoqlarimizning biri. Buning tabiati mo'tadil bo'lib, shu oziqlik to'liqlash, kamlikni va ojizlikni yaxshilash qatorliq jihatda alohida rolga ega. Biz buning bu haqida to'xtalib o'tdik. Endi sho'rpa gurish to'g'risida bir bayon va ifodani to'g'rilayli. Sho'rpa gurish, ya'ni sho'rva guruch shipan emas. Sho'rpa gurishning ismidan ma'lum bo'lganidek, u sho'rpaning go'shtlik sho'rpisi, ya'ni go'shtning sho'rpisida etilgan guruchlik tamoq. Sho'rpa gurishda asosliq rolchi guruch bo'lmasdan quyruq yog'dan iborat. Albatta guruch mavjud bo'ladi, ammo bu yerda asosliq rol o'ynaydigani quyruq yog'. Shuning bilan birga guruch, qora o'rik, pomidor, zanjibil, tuz, turub qatorliqlarni muhim tarkib qatorida shundoqla shifoliq nuqtalarini ko'z oldida tutilgan holda yasaladigan, miqdori ko'p bo'lmasimi, lekin haftada bir iste'mol qilishni ta'kidlaydiganimiz bir yaxshi shifoliq tamoqdan iborat. Sho'rpa guruch ichiga qatilgan tarkiblar tabiatli va shundoqla maqsadimizga asoslanib aytgan vaqtimizda sho'rpa guruchning tabiati mo'tadil bo'ldi yoki mo'tadil ho'l sovuqqa moyil bo'ldi. Bu tomoqni biz etishdan burunla qizitmani qaytarish, yog'ni eritish, issiqlikni pasaytish, qavziyatni ilish, badandagi ziyonli to'silib qolgan moddalarni eritish qatorliq maqsadlarni ko'nglimizga pukib tayyorlaymiz. Shuning uchun bu qizitmadan bo'lgan zukam, yo'tal, issiqdan bo'lgan jihatdan hamda bosh og'rig'i, qon besim, bularni tuvanlatish, badanda to'shib qilishni yo'q qilish jihatlarda maqsadimiz shifoliq badanga shifo tepish bo'lganligi uchun sho'rpa guruchni haftada va yoki bo'lmasa qizib qolgan boshqa og'ir tomoqlardan zaharlanib ziyonli ifodalarini ko'rgan vaqtimizda va yoki bo'lmasa asos tomoqni iste'mol qilishdan burun oz miqdorda ishtahani ichish tayyorlik hisobda iste'mol qilsak bo'ldi. Biz bugungi darsimizda o'tgangi darsimizning yarmidan qolib qolgan sho'rpa guruch haqida to'xtalib o'tdik. Albatta yarmidanmi yana takror so'z ochayli. Yarma qadimgi yodgorliklardan tepilgan va yoki bo'lmasa qadimgi kitoblarda tilga ilingan yaxshi tamoqlarimizning biri bo'lish bilan birga yarmining o'zi bedellik quvvatni to'liqlash, tanni kuchlantirish, bedanni illatish, oqsil va boshqa mineral moddalarning kamligini to'liqlash jihatlarda tepilg'usiz dori sifatidagi tomoq hisoblanadi.
Shuning uchun yarma iste'mol qilishni yezliqning, oddiy odamlarning, diplomsiz kishilarning, puli yo'q kishilarninki deb qarash tamamen aksini ifodalaydi. Ya'ni ilimsiz, bilimsiz, to'g'rini ko'rmagan, ko'rishni xohlamaydigan, o'zini bilmaydigan, haddini uqmaydigan va azroqlam sharoit topsa aslini unutib ketadigan shundoq amaliy nodonlarninki ko'z qarashidan iborat. Yarmiga nisbatan manfiy qarash albatta mana shu sifatni oshkorlab qo'ydi. Shuning uchun yarmini ham tarix, ham shifo, ham amaliyot deb his qilishimiz, bilishimiz lozim. Sho'rpa guruchni shiypan bilan aralashtirib qo'yishmi albatta parvosizlikning bir ifodasi. Sho'rpa guruchni yaxshi go'sht va yoki uzun bo'lmagan quyruq yog' bilan etishni tavsiya qilamiz. Qora o'rik bo'lmay qolsa g'o'ra silib essima bo'ladi. Pomidorninki o'zi bek cho'ng hormonliq pomidor ishlatmay imkon bor yerlik va tabiiy yetishgan pomidor ishlatganimiz obdan. Zencibildimi so'qqan zencibil emas, parcha quruq zencibil ya ho'l zencibil ishlatib tomoqninki pishqan vaqtida onu elivetsek bo'ldi. Turupdimi imkon bor asli yerlik turib ishlatayli bo'lmay qolsa sirti oq ichi qizil chiqadigan turib ishlatsak bo'ldi. Umuman sho'rpa guruchniki shifoliq va qaratmaliq rolini yuqorida anglab o'tdik. Endi sho'rpa guruchdagi çamğur ve yakumusa turp tüpeylden, qara o'rik ve pomidor tüpeylden sho'rpa guruchni ko'proq iste'mol qilsa yoki kunda 2 qatim takror bo'lib qolsa yoki ishib qoldi deb qayta iste'mol qilib qolsa burundan suv keltirdi, yo'tal paydo qilib qo'ydi, badanda sovish shakllantirib qo'ydi, muzdek talitib qo'ydi, qisqa yo'tal paydo qilib qo'ydi. Asli issiqdan bo'lgan yo'tal va qizitmani pasaytishga, zukamni saqaytishga ishlatiladigan bir tomoq bo'lishdan ko'p iste'mol qilib salsa yoki takror iste'mol qilib salsa sovuqdan bo'lgan yo'tal paydo qilib qo'yish ehtimolini ko'rib qolamiz. Shuning uchun har tomoqda bo'lganga o'xshash oz, soz va maqsadlik iste'mol qilganimiz afzal. Biz bugungi darsimizda sho'rpa guruchdan so'z etdik. Shuningdek yarmi haqida qayta ta'kidlash etdik. Bugungi darsimiz mushagich bo'ldi. Xayr xo'sh, qayta ko'rishguncha omon bo'laylik.